Xitoyning 2023-yilgacha 650 ming Uyg'urni qo'l qilib ishlatishni planlaganligi o'tirg'a chiqdi. Zimiston to'rining xabar qilishicha, atalmish namoratlikni yo'qotish nomida Uyg'urlarni Xitoyning ichki qismlariga yo'tkab, majburiy emgak silayotgan Xitoy doiralari 2023-yilgacha to'qimchilik sohasida 1 milliondan ortiq kishini ishga o'rnashtirishni planlagan bo'lib, uning 650 mingini Sharqi Turkistonning janubidagi Uyg'urlar tashkil qiladi ekan. Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning qul o'rnida majburiy emgak silishiga qarta noroziliklar kuchaymoqda. Mutaxassislarning qarashicha, Xitoyning majburiy emgak sistemasi mo yig'ib olish lagerlariga o'xshashla Uyg'urlarni yo'qotishning vositalari sifatida qo'llanilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti 20 aprel qayta chaqiriq e'lon qilib, atalmish Xinjiang universitetining sobiq mudiri professor Toshpo'lat Teyipning darhol va shartsiz qo'yib berilishini qayta talab qildi. Chaqiriqnomada Toshpo'lat Teyipning 2017-yil g'oyib bo'lgandan beri izchil xohlagancha tutib turilayotganligi, uning qayerda ekanligi va uningga qartilgan da'vo ham ayıplashlar haqida hech qanday uçur berilmaganligi, kishilarning Xitoy raisi Xi Jinpingga xat yozib, uni darhol va shartsiz qo'yib berishga chaqirish talab qilingan. Uningda Toshpo'lat Teyipning jazosini ijro qilish plani darhol to'xtatilishi, uning bir jinoyat o'tkazganligi doir xalqaroda e'tirof qilingan ishonchlik va yetarli dalil isbot bo'lmaguncha, shundaqla uning xalqaro o'lchamlar bo'yicha adil sotlanishga kafolatlik qilmaguncha darhol qo'yib berilishi kerakligi bildirilgan. Germaniyaning yüksek tirajliq Bild gazeti Xitoy virusining Germaniyada keltirib chiqargan iqtisodiy ziyni sababli Xitoyning to'lish kerak bo'lgan to'lamni o'ttirg'a qo'ydi. Maqolada Xitoyning haqiqatni yoshirib, virusning tarqalishiga sabab bo'lganligi va buning uchun hisob berish kerakligi ta'kidlandi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo'ning hisob so'raydigan kunlarmi keludi degan so'zlari naql qilingan maqolada butun dunyodagi mutaxassislar va siyosiy yo'llarning haq talab da'vosi etishkichi bo'lgan embargo talablarini o'ttirg'a qo'yganligi aytilgan. Bild gazeti Xitoy virusi sababli milliy ishlab chiqarish umumiy qimmatining 149 milliard yevroga tushadiganligi va nurg'un sohada milliardlarcha ziyon bo'ladiganligini ta'kidlab, Xitoyning 400 milliard yevro to'lish kerakligini o'ttirg'a qo'ygan. İsrailiya Baş ministeri Benjamin Netanyahu bilan Ko'k Oq ittifoqning rahbari Benti Gantz birlashma hukumat qurishga qo'shildi. İsrailiyada 3 qitimliq dastlabki saylamni keltirib chiqargan va 1 yildan ko'proq vaqt davomlashgan birlashma hukumat qurish krizisi hal qilindi. Baş minister Netanyahu va parlament boshlig'i Gantz jiddiy ittifoqli hukumat qurish uchun zarur kelishim imzoladi. Gerçi ikki rahbar o'rtasidagi birlashma kelishimning tafsiloti texi oydinlashmagan bo'lsa-mu, İsrailiya matbuotlari Netanyahu bilan Gantzning bosh ministr bo'ladiganligini yozdi. Kelishimga munosabatlik axborot uchurlariga qaraganda, Netanyahu oldingi 1,5 yilda bosh ministrning o'rnida o'ltirdi ekan. Uningdan keyin Gantz o'tkazib oladi ekan. Fransiyadagi Xitoy virusida qazo qilganlarning soni yaqinqi 24 soat ichida 547 eshib 20.265 ga yetdi. Səhiyyə Ministerligining bosh direktori Jerome Salomon kundalik axborot e'lon qilish yig'inida mundaq dedi. Yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 2832 kishi bo'lib, 178.774 ga yetdi. Salomon 30.684 kishining COVID-19 sababidan doktorxonalarda davolanayotganligini, 5.683 kishining og'ir kasallar bo'limida ekanligini aytdi. O yaqinqi 12 kunda og'ir kasallar bo'limida davolanganlar sonining davomli ozayotganligini ta'kidladi. Fransiyada COVID-19 sababidan 20 mingdan ortiq odam qazo qilib, dunyoda 4-o'ringa o'tgan.
Türkiye Davlat Mudofaa Sanoati şirkati Aselsan bilan Qozog'iston hukumati o'rtasida Iroqdan kontrol qilinadigan Sharp dual qurol sistemasi to'g'risida to'xtam imzolandi. Bu şirket e'lon qilgan yozma bayonotga qaraganda o'xshamagan saplama va kalborda yasalgan Iroqdan kontrol qilinadigan quruqliq va dengiz supularida ishlatishga bo'ladigan qurol sistemasi 20 davlatning qurol omborida ekan.